Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz sizlar bilan determinantni xossalarini ko'rib chiqishimiz kerak edi. Umumiy 10 ta xossamiz bor determinantlarda. Lekin qolganlarini sizlar o'zlaringiz mustaqil ravishda ko'rib chiqqanlaringiz va o'rganib chiqqanlaringiz sizlarga ma'qulroq deb o'ylayman. Men esa eng ko'p ishlatiladigan va eng asosiy xossasini aytib o'tmoqchiman bugun sizlarga. Xo'p, bu 8-xossamiz. Agar determinantning birorta satri yoki ustuni elementlariga boshqa satrning yoki ustunning mos elementlarini biror songa ko'paytirib qo'shilsa, determinantning qiymati o'zgarmaydi. Endi e'tibor bering, mana bizda 4-tartibli determinantimiz bor. Mana shu determinantimizni biz ishlamoqchimiz. Mana shu determinantimizni ishlashimizda aynan shu 8-xossadan foydalanamiz. Ya'ni qanday foydalanamiz? Biz tasavvur qiling, determinantimizni qaysi satr yoki ustun bo'yicha yoysak bo'ladi. Endi 4-tartiblikni biz yoyib ishlaymiz-ku har doim. Men o'ylayman, mana shu 3 ustun bo'yicha yoysak anchagina osonroq bo'lar ekan. Ana endi bundan ham osonroq qilishimiz mumkinmi ishimizni? Mumkin. Agar mana bu 3 ta o'rnida, mana bu 3 ta o'rnida 0 bo'lsa, ishimiz bizni yanada osonroq bo'ladi. Bu uchun biz nima qilishimiz kerak? Bu uchun biz mana bu qatorni, mana shu satrni 3 ga ko'paytirib, bu satrga qo'shishimiz kerak. Natijada nimani olamiz? E'tibor bering. Birinchi, ikkinchi satrimiz o'zgarmaydi. 2 minus 1 0 4. Pastda 4 2 minus 1 3. Uchinchi satrimizda esa minus 2 uzr, to'xta, minus 2 emas endi. Qarang, mana bu satrimizni biz 3 ga ko'paytiryapmiz. 4 ni 3 ga ko'paytirdik. 12. 12 dan 2 ni ayirdik. 10. 2 kere 3 6. 6 ga 0 ni qo'shdik. 6. Minus 1 ni 3 ga ko'paytirdik. Minus 3. 3 ga qo'shdik. 0. 3 ni 3 ga ko'paytirdik. 9. 9 ni 4 minus 4 ga qo'shdik. 5. Pastdagi satrimiz ham o'zgarmaydi. Bunga hech nima teginganimiz yo'q. Mana shu holatga kelar ekan. Mana shu holatga keldi. Ana endi biz nima qilamiz? Mana bu 4-qator bo'yicha, 4-ustun bo'yicha determinantimizni yoysak bo'ladi. Nollarni biz yozmasak ham bo'ladi. Ha, birinchi nolni yozaylik. Bu nima bo'ladi? 4-qator 0 ko'paytirilgan algebrik, shu elementni algebrik to'ldiruvchisi. Bu elementimiz 1 3 da joylashgan. Minus 1 darajasida 1 plus 3 ko'paytirilgan algebrik to'ldiruvchida birinchi qator va uchinchi ustun o'chib ketgandan keyin 4 10 1 2 6 1 3 5 va minus 2 ko'rinishidagi determinantimiz qoladi. Endi mana bu 0 bo'lgani uchun 0 ga ko'payib ketadi hammasi, 0 ga teng bo'lib ketadi. Qo'shamiz. Mana bu minus 1 ko'paytirilgan algebrik to'ldiruvchisi. Minus 1 darajasida 2 plus 3. Ya'ni ikkinchi qator, uchinchi ustun. Ikkinchi qator va uchinchi ustun o'chib ketgandan keyin bizda minorimiz qoladi. Hop, 2 minus 1 4. 10 6 5. 1 1 minus 2. Ya'ni bu yerda mana bu ikkinchi qator va uchinchi ustun o'chib ketyapti. Qolgan elementlarimizdan bitta determinant yasab olyapmiz. Xo'p, ana endi buni hisoblaymiz. Minus 1 darajasida 2 plus 3 5 va minus 1 ga ko'payganimiz plus 1 bo'ladi. Bizda faqat mana bu determinantni o'zi qolyapti. Shu determinantni hisoblab qo'ysa yetarli bo'lar ekan. Determinantni hisoblaymiz. Xo'p, teng 2 kere 6 kere 2. Hop, 24. 4 kere 6 24 minus 24. Keyingisi plus 10 ko'paytiramiz 1 ga, ko'paytiramiz 4 ga. 40 plus 5 ko'paytirilgan minus 1 ko'paytirilgan 1. Plus emas ekan bu. Minus 5 ekan endi. Endi minusliklar minus 4 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 1. 24 minus 5 1 2 minus 10
va minus 10, -1, -2, -20. Natijada, hop, -24, -24, -48, +40, -8. Mana bular ketdi. -8, -8, -5, -13, -23, -23 ga yana bitta -20. Javobimiz -43 chiqyapti. Demak, mana bu to'rtinchi tartibli determinantimizni javobi -43 bo'ldi. Yana bir marta takrorlaymiz. Nima qildik? Bu yerda 8-xossadan foydalandik. 8-xossada aynan qanday foydalandik? 8-xossadan ikkinchi qatorimizni 3 ga ko'paytirib, uchinchi qatorimizga qo'shib yubordik. Ikkinchi qatorimizni har bir elementini 3 ga ko'paytirdik. Mana misol uchun 4 turibdi. 4 ni 3 ga ko'paytirdikda, mana bu -2 ga qo'shdik. 2 ni 3 ga ko'paytirdikda 0 ga qo'shib yubordik. -1 ni 3 ga ko'paytirib 3 ga qo'shdik. Mana bu 3 ni ham 3 ga ko'paytirib 4 ga qo'shib yubordik. Natijada biz yangi determinantni oldik. Yangi determinant umuman olganda yangi determinant deb bo'lmaydi. Shu determinantni o'zi faqat biroz o'zgarishlar bo'ldi. Nima uchun aynan bunday qildik? Mana bu 3 ta o'rnida 0 paydo qilish uchun. 0 paydo qilsa, keyinchalik bizda ishimiz osonlashar edi. Xo'p, darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying. Do'stlaringizga ulashish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.